Assalomu alaykum. Men sun'iy intellektman. Men sizlarga o'zim haqimda 7 bo'lim orqali ma'lumot beraman. Bo'lak 1. Kirish. Sun'iy intellekt yoki AI inson aqlini kompyuterlar orqali imitatsiya qilish texnologiyasidir. U hayotimizning deyarli barcha sohalariga kirib kelmoqda. Kundalik hayotimiz, ishimiz va hatto ijodiy ishlarimizga ta'sir qilmoqda. Bo'lak 2. Kundalik hayotda AI. Smartfonlarimizdagi virtual yordamchilar, marshrut yo'llarni ko'rsatadigan ilovalar, ovozli buyruqlarni tushunadigan tizimlar, bularning barchasi sun'iy intellekt yordamida ishlaydi. AI bizning harakatlarimizni soddalashtiradi va vaqtimizni tejaydi. Bo'lak 3. Ish va tibbiyotda AI. AI nafaqat kundalik hayotda, balki tibbiyotda kasalliklarni aniqlash, banklarda moliyaviy xavflarni baholash, ishlab chiqarishda esa jarayonlarni avtomatlashtirish uchun ishlatiladi. Mashinalar o'z tajribasidan o'rganadi va vazifalarni doimiy yaxshilaydi. Bo'lak 4. Mashinani o'rganish. Mashinani o'rganish AIning eng hayratlanarli qirralaridan biri. Bu orqali kompyuterlar vaqt o'tishi bilan xatolarni tahlil qilib, yanada mukammal ishlashga erishadi. Yuzni tanish, ovozli buyruqlarni tushunish, bularning barchasi shu jarayon natijasidir. Bo'lak 5. AI va kreativlik. AI hatto ijodiy ishlarni ham amalga oshira oladi. Musiqalar yaratadi, rasmlar chizadi, hikoyalar yozadi. Bu inson ijodini kengaytiradi va yangi imkoniyatlarni ochadi. Bo'lak 6. Xavotirlar va etik masalalar. Lekin AI bilan bog'liq xavotirlar ham mavjud. Ish o'rinlarining kamayishi, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi va ba'zan qarorlarning adolatsiz bo'lishi. Shu sababli AI rivojlanishini etik va qonuniy me'yorlar bilan nazorat qilish muhim. Bo'lak 7. Xulosa va kelajak. Sun'iy intellekt insoniyat tarixidagi eng katta texnologik yutuqlardan biri hisoblanadi. U hayotimizni qulaylashtiradi, yangi imkoniyatlar ochadi va kelajakda inson bilan hamkorlikda dunyoni yanada rivojlantirishga yordam beradi.